Ko'ryaptimi? Ha. Mana sog' aleyküm sheriklar. Yuzim pishay deb boshladi. Endi havo kirgizish uchun o'sha shoxlarni olib, qirqib ochish kerak. Bosh kunga chiqsin-da. Shunday boshlarini ochib mana bu yerga barg tashlayman. Bu yerda chuvalchang, o'sha yerda 70 kvadrat metr yerda chuvalchang. Salqinda orasini 1 metr ochiq qo'yganman. Bu yerga chuvalchang saqlab o'tiraman. Chuvalchanglar ko'p, soni ko'payib ketgan. Shunday qilib yuzimni ochib, havoga ochish kerak. Shunday bargini yulib, chuvalchangni ustiga tashlayman. Bu yerdan havo o'tib, yuzim tezroq qaraya boshlaydi. Bu kishmish, ulkan, krupniy kishmish. Mana bunday. Qo'shini qirqib ochish kerak. Mana bu yerda o'sha havoga ochiq turgan yerda qorayib ketgan. Buni salqin yerdagisi ko'k turibdi. Bir yerda ko'proq ushlab. Shunday yerda qirqib ochib havo kirgizish kerak. Ana havo tegmagan yer, bekik turgan joyi ko'm-ko'k. Buni ochsak, rang oladi, qarayadi, pishadi. Ochiq turgan yerda qarayib o'zi pisha boshladi. Ana qirqqanni ko'rsatay. Mana o'sha mana to'g'ay bo'lib ketgan-ku. Qalin ko'psaganda shunday ochib qo'ysam, havo kirib, qarib pisha boshlaydi.